Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Hozir esa Sankt-Peterburgdan Toshkent yo'nalishi bo'yicha registratsiya jarayonlarini o'tkazib oldik akamiz. Assalomu alaykum aka. Hammasi joyidami? Chotkami? Chotki, rahmat amalarga. Dokumentlar bormidi? Dokument bitta pasport bor olasiz. Akamiz biletlarini o'tkazdi, chotki, hammasi joyida. Aka Surxon tavsiya qilamizmi? Ha, mana shu nomer boshqa. Zo'r yo'q. Aha. Bo'ldi, aziz yurtdoshlar, bemalol telefon qilaverasiz. Aka Surxonga qo'ldan kelgancha xizmatingizda bo'lamiz. Aziz yurtdoshlar, mana bu videoni boshida ko'rgan bo'lsalaringiz, akamiz o'tkazib oldik. Sankt-Peterburgdan Toshkent yo'nalishi bo'yicha registratsiya jarayonlaridan o'tdi, biletlarini qo'yib oldi aka. Hammasi zo'rmi aka? Ishonchlimi aka? Katta rahmat. Chotki bo'ldi hammasi. Registratsiyalardan o'tib olib, Aha. kirib ketamiz xudoolasa. Dokumentlar qanday edi? Registratsiyadan oldin bor edi. Amallar kira oldik. Akamiz o'tkazib qo'ydik, nasib bo'lsa chiroyli qilib. Qani biletingiz aka? Ha, mana bileti o'zida. Aka Surxonga bemalol chiqaverasiz, qo'ldan kelgancha arzon va qulay narxlarda qilib berishga harakat qilamiz. Tavsiya qilasizmi aka Surxonni? Bemalol telefon qilaverishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan aka Surxon. Aka Surxon tagdan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Sankt-Peterburgdan Toshkent yo'nalishi bo'yicha registratsiya jarayonlari boshlandi. 57, 58, 59, 60-stoykalarda Sankt-Peterburgdan Toshkentga registratsiya jarayonlari ketyapti. Bemalol kelaverishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha arzon narxlarda oformlayot qilib beramiz. Mana shunday chiroyli qilib kuzatib qo'yishga harakat qilamiz. Biz dokument akalarimizni o'tkazib yubordik. Video qilishga o'tib qilmaylik. Bugungi smenamiz ozgina yomon. Kelaverasizlar, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Aka Surxon.